Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi xizmatimizda ko'rib turibsizlar, yangi MCM. Mashinamiz 9 ming yurgan xolos. 9 ming yurganiga qarab, hozir endi muammolar chiqyapti ekan. Muammosi nima? Ko'proq pedalga beryapti tashxis. Hop, birazimlarni ko'rishgan bizdan oldin. Salon ichidagini ko'rishgan xullas. Bo'lmagan, baribir bartaraf bo'lmagan. Xullas hozir olib keluvdilar. Xullas qilishni maqsad nima? Hozir miyani yechib olganmiz. O'zidan sim tashlamoqchimiz. Birinchi o'rinda shuni qilib ko'rmoqchimiz. Sababi pedal almashtirishga ham uspet qilamiz. Oldin birinchi simini ko'rishimiz kerak. Chunki ko'proq simida bo'ladi muammosi. Hozir bir rajon 1, 2, 3 ta saydini, 4 ta saydingiz bor. O'shalarda muammo bo'lib qolishi mumkin. Hozir birinchi o'rinda boshlaganimiz mana 6-piniga qo'yamiz. Raspinatkasini mana shu orqali qo'yganmiz. Xudo xolasa kerak bo'lsa aytsani tashib beramiz. Hop, mana 6-sini ko'radigan bo'lsak 001, 002 ashib beryapti. Hisobda hozircha yomon emas deb hisoblaydigan bo'lsa, aslida 00 bo'lish kerak edi bunda. Hozir 5-siga qo'yinchi bu yerda 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Mana 5-raziyani qo'yadigan bo'lsak, hammasi 00, oxirida 5 chiqyapti. Bu raziyamiz zo'r. Значит, bizda eng mana 6-si напряжение datchik 1-2 ga javob beradigan mana shu 6-simimiz. Ya'ni 61-oyog'imizni pini yo'q, kengayib qolgan yoki raziyomida muammo bor simida. Shunga hozir bartaraf qilish maqsadida polni sim tashlamoqchimiz. Shu ertaga shu muammo yana qaytarilmasligi uchun xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qilaverasiz. Raspinatklar bo'yicha mana tayyor qilib qo'yganmiz MCM.